Xullas o'rtoqlar, mana yaqin o'rtog'im. Necha yil bo'ldi maktab bitirganim? 2011 yo 2012 qarang. 25 bo'lsa 13 yil. 13 yil maktab bitirganimizga 13 yil bo'ldi. Yana bu yog'i 5-sinfdan qilgan bo'lsak, 5 yil. 18 yil. O'rtoqligimizga 18 yil. O'rtoqlar shu videoni 18 yillik do'stlarga hech sovg'a bermagan ekanman. O'ylab qo'ysam, sizga arzimasa. Seriyoz? Dangda. Ya'ni begiga nima dedim bilasiz? Senga esdalik, o'lsang eslab yurasan. Mening do'stim. Arzimasa ham o'rtoq. Xudo xolasa, men ko'rib, real havas qilardim. O'rtoqlar bir-biriga narsa beradi-yu. Doim onasining mashinalarni beraylik bir-birimizga. Yarashdi. Yozib oringlar, yarashdimi? Hesicha uylanmagan, unashtirgan lekin kech qoldinglar. Mening do'stim